Ko'pchiligimiz o'sha tishlarni yuvishda yoki bo'lmasa ularni tozalashda asosan bitta qoidani yoshligimizdan miyamizga singdirib olganmiz. Ya'ni tishlarni doimiy ravishda kuniga 2 mahal yuvish kerak. Shundagina tishlar umuman kasal bo'lmaydi degan bizda tushuncha yoshligimizdan shakllangan. Bu deyarli to'g'ri narsa bo'lib hisoblanadi. Lekin eng asosiy narsa faqat tishlarni 2 marta yuvish bilan cheklanib qolmaydi. Ba'zi birlar bu tishlarga juda qarashadi yoki bo'lmasa yuvish jarayoni yoki bo'lmasa turli xil pastalardan foydalanishadi. Ularning tishlardagi muammo ba'zi bir tishlarni onda sonda yuvadigan insonlardan ko'ra ko'proq kuzatiladi. Ya'ni sabab nimada? Faqatgina tishlarni yuvishda emas, tishlarning holatiga ham juda ham bog'liq bo'lib hisoblanadi. Tishlarni yuvishda eng asosiy e'tibor beradigan narsa tishlarning qay darajada toza yuvilishiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni o'sha biz tishlarni yuvish jarayonida e'tibor beradigan narsamiz ko'pincha ertalab uyqudan turgan vaqtimiz yuzimizni, yuz-qo'limizni yuvayotgancha tishlarimizni yuvamiz yoki bo'lmasa kechki payt ovqatdan bo'lganimizdan so'ng tishlarimizni yuvishga odatlanganmiz. Ko'pchilik shunaqa tishlarni tozalashga odatlangan. Bu qisman noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Sababi o'sha tishlarni ovqatdan oldin yoki bo'lmasa ertalab turganimizdan so'ng darhol yuvish bu juda ham noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Birinchi, masalan, ertalab turib birdaniga yuvishimiz bu tishlardagi emalni juda ham yupqalashga sabab bo'lishi mumkin. Sababi uyqudan turgan zahotimiz tishlarning emali o'sha tuni biz uxlagan davomimizda ular qayta tiklanadi va shu jarayonda biz agar ertalab nonushta qilganimizdan so'ng tishlarimizni yuvsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi tishlarga o'sha og'iz bo'shlig'iga har xil suyuqlik kiradi yoki bo'lmasa iste'mol qilgan narsamiz kirganidan so'ng emallarda ma'lum bir o'zida oddiy qilib tushuntirsak qoplama paydo bo'ladi, ya'ni himoya qavati. O'sha himoya qavati natijasida tishimizni yuvganimizdan so'ng hech qanaqa emalga zarar yetmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kechki payt yuvishimiz. Kechki payt ko'pchilik yuvganidan so'ng kechki uxlashimizdan oldin turli xil ichimliklar yoki bo'lmasa yengil biror narsa iste'mol qilib uxlashga odatlangan. Ko'pchilik, hamma emas. Lekin eng asosiy yuvish qoidasi kuniga 2 mahal yuvish ma'na fikrim unchalik shart emas. Asosan faqat kechki payt yuvishimiz kerak. Ya'ni uxlashdan oldin ovqatlanib bo'lganimizdan so'ng doimiy ravishda tishlarni har kuni yuvishimiz kerak. Ya'ni siz ovqatlanib bo'ldingiz, tishingizni yuvishingiz shart. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida yoki bo'lmasa tishlar orasida umuman ovqat qoldiqlari yoki bo'lmasa turli xil gazli ichimliklar tarkibidagi shakarlar tishlarga yopishib qolmasligi kerak. Shundagina sizning tishingiz uzoq vaqt yaxshi sifatli xizmat qilib berishi mumkin. Sababi agar masalan biz iste'mol qilgan narsamiz tishimizga yopishib qoladi va agar biz shu tarzda uyquga ketadigan bo'lsak, og'iz bo'shlig'idagi mikroflora yoki bo'lmasa turli xil zamburug'lar yoki shunga o'xshash og'izda doimiy ravishda bo'ladigan mikroorganizmlar natijasida oziqlanadi va ular bakteriyalar ularni iste'mol qilgandan so'ng o'zidan kislota ajratadi. Ya'ni u kislota tishlarning emaliga ta'sir qilib, emalni juda ham tez yemilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shunaqa holatlar tufayli tishlaridan erta ayrilishadi. Shuning uchun imkon qadar tishlarni yuvish davomida kechki vaqt ovqatlangan so'ng tishlarni yuvib, tishlarni yuvgandan so'ng imkon boricha hech narsa yemaslikka va ichmaslikka harakat qilishimiz kerak. Shundagina tishlarimiz uzoq vaqt xizmat qilishi mumkin. Keyin yana qo'shimcha ravishda ayrim insonlar tishlarini juda ham ko'p yuvishadi. Ya'ni kuniga 5 mahal, 6 mahal, bir ayrimlar bu 10 mahal yuvishadi. Bu ham juda ham noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Sababi tishlarni qanchalik ko'p yuvsak, tishning emaliga shunchalar zarar yetkazamiz. Ya'ni tishlar qancha kuniga masalan 10 marta yuvadigan insonlar tishlarining emali juda ham tez yemilib ketadi. Buning natijasida tishlarda sezuvchanlik juda ham oshib ketishi mumkin. Ba'zi bir holatda tishlarda haddan tashqari tez karies tushishi natijasida tishlar juda ham tez yemilib ketadi. Shuning uchun imkon qadar tish yuvishda eng asosiy beradigan narsamiz tishlarning qay darajada tozaligiga e'tibor berishimiz kerak. Agar biz tishlarni iloji boricha toza holatda saqlaydigan bo'lsak, tishlarimiz shuncha ko'p xizmat qilib berishi mumkin. Endi faqatgina yuvishga bog'liq narsa emas, bu o'sha irsiyatga bog'liq. Ya'ni masalan, agar kimlardir ota-onasida tishlar juda ham yaxshi mustahkam bo'layotgan bo'lsa, farzandlarda ham bu narsa 90% o'tish ehtimoli bor. Agarda ota-onada tishlarning sog'lig'iga jihatdan juda ham yomon bo'layotgan bo'lsa, biz tishimizni qancha parvarish qilsak yoki turli xil tish pastalaridan foydalanadigan bo'lsak ham baribir tishimiz tezda kasallanishi mumkin. Shuning uchun faqatgina imkon qadar biz qo'limizdan keladigan narsa tishlarni imkon qadar xizmat qilish muddatini uzaytira olishimiz mumkin. Bu faqat o'zimizga va
shaxsiy gigiyena holatimizga juda ham bog'liq bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, insonga chiroy va ko'rk bag'ishlovchi tishlarimizni asrash uchun ularga doimiy ravishda parvarish qilishni yoddan chiqarmaylik.